Do'stlar, biz Trabzondagi yana bir zo'r lokatsiyamizdamiz. Bu bizga juda ham qadrdon bo'lib qolgan Animon mehmonxonasi. Bugun men shu mehmonxonani sizlarga butunlay obzor qilib beraman. Mehmonxona sohil bo'yida joylashgan, aeroportdan atiga 5 minut uzoqlikda, tezgina kelasiz. Shahar sentridan 15 minutlik rastoyaniyada. Ya'ni sentrga ham borishingiz uchun aynan mana shu pastimizda ostanovkamiz bor. Ostanovkadan juda arzonga 10-15 ming so'm evaziga shahar sentriga yetib borsangiz bo'ladi. Atrofimizda ko'cha bo'ylab kechqurun chiqib qahvalar ichasiz, bardaq ichasiz, shirindan shakar hamma ovqatlari mavjud bu yoqda. Sentridamiz do'stlarim. Ketdi ichkarini ko'rsatamiz. Otelimiz ishonaveringlar ham yonbob. O'zi men sizlarga avval ham aytganimdek, Trabzon O'zbekiston uchun 3 yil bo'ldi, ko'p bo'lgan bo'lsa ochilganiga. 2026-yil 3-sezonimiz hisoblanadi. Charter reyslar qo'yildi, to'g'ridan-to'g'ri parvozlar va aynan o'tgan yili ham mana O'zbekiston bayrog'ini ham ilib qo'yishgan bu yoqda. Aslamnoy o'zbekistonlik turistlarimiz mana shu yoqda turishdi. Hammaga manzur bo'ldi deb o'ylayman do'stlarim. Endi esa ichkarisini ko'ramiz, ketdik. Do'stlarim, biz mana ichkariga ham kirdik. O'ng tarafimizda reception va uzun holni biz ko'rishimiz mumkin. Holni tashqarisidan bemalol qahva ichib, o'tirib, hordiqingizni chiqaradigan joyingiz. Mehmonxonamizda jami bugungi kunda 94 ta xona turistlarimiz uchun tayyor qilib qo'yilgan. Jami 250 kishidan ortiq sayohatchilarimizni bir vaqtning o'zida qabul qilib oladi bu mehmonxona. Holimizni ko'rishingiz mumkin. Animon mehmonxonasi 2026-yilning boshida butunlay kompleks restavratsiyasidan o'tdi. Remontlari qilingan, yotoqlar almashtirilgan va mebellarga ham alohida e'tibor berishgan. Mehmonxona terrasasi, ya'ni verandasi birinchi qavatda joylashgan. Atroflari razvidnoy oyna, usti ham razvidnoy krisha. Bemalol oynalarni ochib, yaxshi havoda tabiat bilan bahramand bo'lib, choyda ichib o'tiraverasiz. Trabzondagi mehmonxonalarni yana bitta plus tarafini aytmoqchiman. Biz asosan bu yerga gruppovoy turlarni yopamiz va gruppovoy turlar bilan kelganingizda mehmonxonadagi ajotaj, kutib qolish, pasportingizni olish unaqa narsalar yo'q. Siz kelguningizga qadar mehmonxonada alohida sizni spiskangiz keladi. Kim bilan qaysi xonada turishlaringiz va kelishingiz bilan mehmonxona menejeri resepsiyonda sizni kutib olib, xona kaltlarini berishadi qo'ng'iroq kutgandan keyin. O'zingiz 3-kat 309 numarali odadir. Tashakkur. 309-xonani bizga beryaptilar. Xursandchilik tabassumda qaranglar-da, har joydan ham topa olmaysizlar buni. Ketdik. Biz hozir 309-xonaga kiramiz. Bizga xona berishdi. Xonani chiroyli qilib sizlarga obzor qilib beramiz. Ketdik. Mehmonxonamizni koridorlari ham kengina. Ya'ni ba'zi mehmonxonalarda bo'ladi, bunday tiqilib qolasiz, unaqa narsa yo'q. Do'stlarim, hamyonbop narx uchun ideal решение. Ideal решение. Ketdik. Do'stlarim, xonamizga kiramiz. Kaltimizni tiqamiz mana bu yoqqa. Demak, bu yoqqa qaytamiz hozir. Kelinglar, atrofimizda shkaf va mana shunaqangi shinam xonamiz. Katta kravatlarimiz, xonamiz 28 kvadrat metrdan iborat. Demak, matraslari nima uchun ahamiyat berish lozim? Sayohatga boryapsizmi? Albatta, yaxshi matrasli bo'lsa agar uyquga to'yasiz. Aynan shu konsepsiya uchun Animon mehmonxonasi xuddi Hilton mehmonxonasida ishlatiladigan matraslardan foydalanishadi. Bu kerakli narsa. Demak, bu bizlarda birinchi xonamiz, bu shaharga qaragan xona. Demak, oynalari ochib. Assalomu alaykum, qo'shnilar, yaxshimisizlar? Sog'lommisizlar? deb bemalol suhbat qilib, turklar bilan tanishib olsangiz ham bo'ladi mana shunaqa qilib. Xona family room, bu tarafi ham ochiladi. Agar siz 2 kishilik farzandlaringiz bilan keladigan bo'lsangiz, bunisi xonaga double kravat qilib beriladi. Double alohida razilli kravat qilib beriladi. Bunisi xonada yotasiz. Demak, xolodilnikimiz mavjud, tifallar, suv, choylaringiz, hamma narsalaringiz bo'ladi. Televizor, doполнительный kreslo turibdi. Buni kichkintoy farzandingiz bilan kelsangiz agar xuddi
kravat sifatida buni ochib berishadi. Bu yoqda ham yotsa bo'ladi. Atmosfera ajoyib do'stlarim. Endi esa bu yoqda shkafimiz joylashgan, qo'shimcha yostiqlar, veshilkalar, hamma narsasi bor va bu tarafimizda esa sayohatda kerak bo'ladigan asosiy narsalardan biri seyfimiz, tapichkalar, oyoqga prinadlejnostlar, sochiqlarimiz va hojatxonasiga kiramiz. Mana shunaqa sanuzillar demak, понятно, навесной sanuzillar, hojatlari hammasi kerakda baribir bu. Suvlari, hamma narsalari bor, ishlaydi, fenlarimiz. Demak, ularimizni aytayapmiz, kechirasiz. Resepsiyonga telefon qilar ekansiz. Alo, assalomu alaykum. Bizga yordam kerak emas. Bo'ldi. Qulay telefonlar ham bor. Do'stlar, xonalarimizni ko'ryapmiz. Endi men sizlarga yana bitta boshqa xonani ham ko'rsatib beraman. Ketdik. Do'stlar, boyagi xonamiz bu shaharga qaragan xonamiz edi. Endi esa dengizga qaragan xonamizga kiramiz. Bu xonamiz, marhamat. Bunda ham xuddi shunday do'stlar, bu ham kengina, o'sha salkam 30 kvadratdan oshiqroq 2 kishilik родительский spalni va mana bularda ekstra bed sifatida farzandlaringiz uchun ham joy qilib bersangiz bo'ladi. Juda ham yumshoq ekan va buni ajoyib tarzi. Do'stlarim, kelinglar, e'tibor beringlar oynalariga, polnoy fasadniy oynalar va bundoqasiga ochasiz. Assalomu alaykum. Voy, tezroq olayman uni. Samolyotlarimiz ham uchib ketyapti. Demak, bu yoqda chap tarafimizda aeroport joylashgan. To'g'rida esa Qora dengiz. Qora dengiz manzarasida. Do'stlarim, Trabzonda men tushunib turibman, fotolokatsiyalar yetarlicha, lekin dengizga qaragan mehmonxonadan xona olsangiz agar bu alohida. Uydan chiqmasdan ham fotolar qilib o'tirsangiz bo'ladi. Asobining oldingizdan samolyotlar uchib ketishi, yaxtalar yurishi, bitta qo'lingizda bardak choy o'tish kerak ekanda faqat. Qolgan hammasi yaxshi, hammasi yetarli. Demak, ko'rib turganingizdek, xonalarimiz keng, marhamat, xush kelasizlar. Do'stlarim, bu ham xuddi tepadagi o'xshagan 2 kishilik xonamiz, lekin ekstra bedlari yo'q. Mana shunaqa 2 kishilik twin bedimiz. Ya'ni ikkita do'st, aka-uka, dugonalar bemalol kirib, dam olib ketasizlar. Demak, buni ham oynasini ochamiz. Har qavatga kirib manzaradan mazza qilyapman. Do'stlarim, tanlovda adashmanglar. Do'stlarim, hozir balkonlik bir необычный xonalarimizni ko'rsatamiz. Tak. Bu yo'lak qiziq emas, o'zi kelinglar. Bu, ya'ni tepa qismda joylashgan va qiziq joyi, balkonga chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mazza. Stolchamiz bor. Stullarimiz bor. O'tirib, qani nechta samolyot uchayapti ekan Trabzonga deb sanab o'tirsangiz ham bo'ladi, hisob-kitob qilib. Va shunchaki mazza qilib Qora dengiz bilan lyubovatsa qilib o'tirasiz do'stlarim. Menga yoqdi. Men shu xonaga kelaman. Do'stlarim, biz Trabzonga yolg'iz kelganimiz emas. Men sizlarni tanishtirmoqchiman. Mustafa Bozoglan. Assalomu alaykum akajon. Mustafa bey O'zbekistonda mana shu turistlarimizni Trabzonga kelishga ko'p hissalari tekkan inson, ya'ni birinchi charterlarni qo'ydilar O'zbekistonda o'tgan yildan boshlab. Bu yildan boshlab o'sha haftasiga 2 martadan charterlarni hozir qo'yishyapti Trabzonga, ayni sпрос juda ham yuqori bo'lganligi uchun. Hozir biz Mustafa bey Trabzonda mana Animon mehmonxonasiga keldik. Xonalarni ko'rdik, hammasi shinam, byudjetli mehmonxona bo'lganligi uchun, hamyonbop bo'lganligi uchun hammasi zo'r. Va bu yoqda hozir menejerlar bilan gaplashdik, aytishlari bo'yicha basseyn ochilyapti, spa ochilyapti, oldida qahvaxona ochilyapti. Qaysi vaqtlari u tayyor bo'ladi mana shu.
Bu inşallah Anemon Otel'in spası, baseni, denize nazır kahvehanesi hepsi maksimum 15-20 gün arası açıladi. Demak, 15-20 iyunlarga yaqin o'sha Trabzonda sezoni boshlanishiga yaqin hamma narsalari o'sha ochiladi, xudo xolasa. Bu yoqda o'tgan yil men boya aytib o'tdim, shaxsan o'zimiz ham ko'p turistlar yuborganmiz bu mehmonxonaga. Men o'ylaymanki, juda yaxshi qabul qilishdi o'zbek turistlari. Undan keyin mana restavratsiya qilishibdi. Bu juda ham chiroyli. Bu ötken yıl buraya yaklaşık 2900 room night yaptık. Trabzon'da en çok mihman birinci Anemon'a geldi. Demek ki hepsi buraya memnunlardı. Demak, sizni fikringiz nimada? Hozir men aytmoqchiman do'stlarim, o'tgan sezonda, ya'ni 2025-2026 sezon boshida bu yoqqa 2900 ta xona yopganlar. Ya'ni 2900 ta xona 2 kishidan bo'ladigan bo'lsa, u 5000 dan ortiq turistimiz aynan mana shu mehmonxonaga kelgan o'tgan sezonda. Aynan nimasini tanlashadi bu mehmonxonada odamlar? Birinci sebep hospitality, servis. Servis. Nonuşka, kahvaltı. Nonushtasi shirin, to'g'ri. Olsa şirin. İnsanların hepsi güler yüzlü. To'g'ri. Receptionda ham ko'rdik bu narsani. Lokasyonu yaxshi. Yaxshi lokatsiyada joylashgan. Gene burası benim dostumun oteli. Shuning uchun yaxshi deydi. Mustafa Bey nafaqat O'zbekistonda, balki mana shu Trabzondagi, Turkiyadagi eng katta GMC kompaniyasiga ega insonlar. Via World Travel'da asoschilari, O'zbekistonda ham Mirjahon Travel'ni asoschilaridan birilar. Bularda otelni segmentda bitta narsa muhimki, tanishingiz bo'lmasa baribir ozgina qiynab qo'yadigan joyi borda. Mustafa Beyni do'stlari, aynan shu otelni sohiblari shuncha ham yaxshi narxlarda olgani uchun menimcha turistlarimizga bu hamyonbopligi ma'qul tushgan deb o'ylayman. 100% doğru. To'g'ri, ha? Biz siz bilan kelishdikmiz. Bizga boshqa mehmonxona ham ko'rsatasizmi bugun? Şimdi hazır Ramada'ya varacağız. Sonra Movenpick. Bo'ldi, Şimdi Dengiz'e varıyoruz. ketdik. Dengizga ham boramiz. Dengiz'e varıyoruz.